Assalomu alaykum. Vakansiya o'quv sayti orqali bo'sh ish o'rinlariga ariza topshirish quyidagi tartib asosida bo'ladi. Bu sahifa orqali quyidagi maydonlar mavjud, ya'ni filtrlar. Filtrlarda qaysi bo'limga vakansiya mavjudligi chiqarilgan. Hozirda faqat bitta vakansiya mavjudligi bois faqat bu yerda bitta bo'lim chiqib turibdi va ish turi asosiy shtat, qo'shimcha va soat bay chiqib turadi bu yerda. Hozirda faqat bitta asosiy shtat mavjud bo'lganligi sababli faqat bittasi chiqib turibdi. Xo'p, mana shu sahifada chiqib turgan bo'sh ish o'rni ustidan bosganimizda lavozim bo'yicha vazifalar va talablar kelib chiqadi. Xo'sh, bu yerda mana bu yerda rezyume yuborish bor. Mana shu lavozim bo'yicha hujjat topshiriladi yoki mana bu yerda jamoamizga qo'shiling degan tugma bor. Shuni bosish orqali vakansiya yuborish mumkin, o'sha ariza yuborish mumkin yoki mana shu oxirdagi rezyumeni yuborish tugmasi orqali quyidagi ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, birinchi navbatda ism familiyangiz va sharifingiz kiritiladi, tug'ilgan sanangiz va jinsingiz, doimiy yashash manzilingiz kiritiladi va doimiy yashash viloyatingiz kiritiladi. Pasportingiz seriyasi va raqami kiritilishi kerak. Pinafel, pasportingizdagi 14 xonalik pinafel kiritilishi kerak. Aloqa ma'lumotlari qismida esa telefon raqamingiz, Telegramdagi usernamingiz mavjud bo'lsa kiritishingiz kerak. Va mana bu yerda arizani kimga yo'llashimiz haqida belgilashimiz kerak. Bu yerda Osiyo xalqaro universiteti rektor nomiga ariza yuboryapmiz, ya'ni universitetdagi vakansiyaga yuboryapmiz. Xo'sh, Osiyo xalqaro maktabi vakansiyasiga ariza yuboryapmiz va Osiyo xalqaro maktabgacha ta'lim tashkilotiga, ya'ni Ohu Kids bog'chaga ariza yuboryapmiz vakansiyasiga. Xo'sh, mutaxassisligimizni yozib qoldiramiz. Ish staji, ya'ni ish stajiga ega emas yoki 1 yilgacha, 2 yilgacha, 3 yilgacha, to mana bu yergacha 15 yil va undan ko'pgacha belgilashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ish stajini belgilashimiz kerak. Xo'sh, oxirgi ishlagan tashkilotingiz, ya'ni vakansiya yuborish davrida yoki yuborish davrigacha bo'lgan ish joyini kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, oxirgi ishlagan tashkilotingizdagi lavozimingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, mana bu qismida esa qaysi tilni bilishimiz bo'yicha belgilashimiz kerak. Misol uchun ingliz tili va shu ingliz tilini qay darajada bilishimiz kerak? Juda yaxshi, o'rta. Xo'sh, hujjatni yuklash quyidagi formatlarda bo'ladi: PDF, JPEG, PNG, Doc va DocX. Mana shu formatlarda ma'lumotnoma, ya'ni CV yuklashimiz kerak bo'ladi, obyektivkamizni, pasportimizni nusxasini yuklashimiz kerak bo'ladi. Agar ID karta bo'ladigan bo'lsa, orqa oldin tomonni bitta PDF faylga yoki Word faylga xuddi shunaqa qilib yoki ikkalasini orqa oldin bitta rasm qilib yuklashimiz kerak bo'ladi. Va mana bu yerda bakalavr diplomimizni yuklashimiz kerak, magistrlik diplomini yuklashimiz kerak va ilmiy unvon diplomimiz mavjud bo'lsa agar buni yuklashimiz kerak bo'ladi va ariza yuborish tugmasi bosiladi. Mana ariza yuborganimizdan keyin arizamiz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tgani bo'yicha xabar beradi va mana bu yerda sizning ariza ID raqamingiz deb yuboradi. Mana shu ID raqami orqali kopiya qilib olib, nusxalab, mana bu qismdan tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, ariza qabul qilingani haqida va ariza qabul qilindi 2-3 kun muddatda arizangiz ko'rib chiqiladi va sizga telefon qilib ma'lumot beriladi yoki Telegram orqali xabar beriladi. Ariza topshirib bo'lganimizdan keyin test markaziga kelib imtihon topshirishimiz mumkin. Imtihon topshirilgandan keyin esa mana bu yerda shaxsiy kabinetimizga kirib, telefon raqamimizni kiritib olamiz. Va bu yerda pasport seriyamizni kiritamiz. Test markazi tomonidan imtihonlar topshirilganidan keyin mana bu yerda bizning natijamiz chiqib turadi. Bu qismda esa suhbat haqida ma'lumotimizni kiritishimiz kerak, ya'ni biz suhbatga qachon borishimiz kerak. Mana bu qismda sana o'zi belgilangan.
va mana shu oralig'da 20 minut suhbat bo'ladi. Mana bu yerda 9 dan 9:20 gacha vaqt, 9:20 dan 9:40 gacha bo'lgan vaqtlar va shu tarzda kunda bo'lingan. Mana bu yerda bo'sh turibdi. Bo'sh turganlarni belgilash mumkin. Xo'sh, agar boshqa suhbatchi orqali tanlangan bo'lsa, uni tanlab bo'lmaydi. Va mana bu qismda tanaffus belgilangan, bularni ham tanlab bo'lmaydi. 1:00 dan 14:00 gacha tanaffus deb belgilangan. Mana shu vaqtlarda tanlab bo'lmaydi. Mana bo'sh qolgan vaqtlarni tanlab bo'ladi, bosiladi va saqlash knopkasi bosiladi. Va mana shu vaqtda borib suhbatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu qismda esa suhbat haqida ma'lumotimizni kiritishimiz kerak, ya'ni biz suhbatga qachon borishimiz kerak. Bu uchun mana suhbat vaqtini tanlash bo'siladi. Mana bu yerda sanani belgilanmagan-ku. Mana bu qismda sana o'zi belgilangan va mana shu oralig'da 20 minut suhbat bo'ladi. Mana bu yerda 9 dan 9:20 gacha vaqt, 9:20 dan 9:40 gacha bo'lgan vaqtlar va shu tarzda kunda bo'lingan. Mana bu yerda bo'sh turibdi. Bo'sh turganlarni belgilash mumkin. Xo'sh, agar boshqa suhbatchi orqali tanlangan bo'lsa, uni tanlab bo'lmaydi. Va mana bu qismda tanaffus belgilangan, bularni ham tanlab bo'lmaydi. 1:00 dan 14:00 gacha tanaffus deb belgilangan. Mana shu vaqtlarda tanlab bo'lmaydi. Mana bo'sh qolgan vaqtlarni tanlab bo'ladi, bosiladi va saqlash knopkasi bosiladi. Va mana shu vaqtda borib suhbatdan o'tishimiz kerak bo'ladi.